O'tirib oling. Yig'ishtiring telefonni. Rahmat, o'tiringlar. Xo'sh. Agar hamma yig'ilgan bo'lsa, majlisimizni boshlasak bo'ladi, ha? Nima dedinglar? Xo'sh. Ssenariy muallifi, men o'zim shu yerdaman. Ovoz rejissyori. Men shu yerdaman, ustoz. Montajchi. Shu yerdaman, ustoz. Kostyumyor. O'zim shu yerdaman. Grimchi. Kamina shu yerda. Sho'pirimiz qani, haydovchimiz? Haydovchi kasal deb yozib qo'ya qoling shuni. Bor chaqirib kel. Assalomu alaykum. Chaqirgan ekansiz mana. Keldim, ustoz. Ish paytida hech kimni kasal bo'lishiga haqqi yo'q ekan. Endi hurmatli jamoadoshlar, sizlarni bu yerga to'plashimdan maqsad oxirgi filmimizdan bilasizlar, kasodga uchradi. Shuning uchun bir hayotimizda, kasbimizda bir tub burilish yasasak, bir yangi jabhalarda bir jonbozlik qilsak, nima deysizlar? Shu bir xalqqa foydasi tegadigan. Endi bilasizmi ustoz, agar hozir shu sohada gapiradigan bo'lsam, maktab davri hozir. Agar shu ruchka, daftar ishlab chiqarsak, zo'r bo'lardi, ustoz. Tasvirchini ham bir fikrni eshitaylik. Assistent mayli, shoshilmang. Nima deysiz tasvirchi fikrga? Tasvirchi sifatida men assistentni gapiga umuman qo'shilmayman. Chunki biz stomatologiya klinikasini ochishimiz kerak, ustoz. Insonda eng ko'p a'zo bu tish hisoblanadi. To'g'rimi, ustoz? O'shaning uchun mijozlarimiz ham yomon ko'p bo'ladi, ustoz. Birontamizda tibbiyotdan xabarimiz yo'q. Shuning uchun mana shu qisqa lo'nda qilib majlisimizni mana shu joyida so'zni zamonamizning mutafakkir rejissyorlardan, oqil insonlardan biri so'zga chiqadi. Ruxsat bersalar, shu rejissyorimizga so'z bersak. Rahmat. Mana hozir pishiqchilik, ha? Hammasi pishgan. Shuning uchun biz ham bir biznes qilsak, mana qishloqlarga borsak, ha? Hamma yerda poliz ekinlar to'lib ketgan. Birorta mahsulotni olsak borib, ha? Bozorga ulgurji qilib sotsak. Olgan qolgan foydasidan yana mahsulot olamiz, yana bozorga. Shunga nima deysizlar sizlar? Savollar yo'qmi? Shu ustoz har safar shu savol beraman deyman-u, shu noqulay bo'ladim deyman-da. Mana shu rasmda qaysi filmdagi obrazingiz shu rasmda? Katta obraz emas, bu rasm bu. Foto. Bu marhum bobokanonimizning rasmlari, ya'ni otamizning otalari. Juda ham bir halol, pokiza, birovning haqidan qo'rqadigan, har bir qadamini o'ylab bosadigan ajoyib bir mehri daryo, ko'ngli daryo, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarga borib, juda o'sha yerda dehqonchiliklar bilan shug'ullangan. O'ylab boraman shu. Bu bizda sulolamizning imichi bu, uka. Sanga nima qolgan boboylar? Dadamning aytishiga qaraganda ustoz, mana bu qalpoq, keyin men ko'tarib yuraman-ku. Mana bu xanjar, bobomdan qolgan ekan. Dadam menga berdilar. Bolalarimga shu qoladi, xudo xolasa. Yaxshi. Demak, kelishdik-a? Majlisni yakunlaymiz. Siz men bilan birga. Kim o'yatganini bilmaydi shekilli bola. Izimizni yo'qotdi. Hamyon qani, hamyon. Laychaga o'xshirdim, laychaga. Barakalla. Endi uka bitta muhim ishimiz bor. Xo'sh, nima qilamiz? Borib bir mayxo'rlik qilamiz endi. Yashang ustoz, yashang. Aka, ashullayni boshla endi. Daryo toshqin, suvlar jo'shqin, o'ta olmayman. Qara, kiyimlarim o'tgan zamonda kiyimiga o'xshabdimi? Yaxshi chiqdi. Qani, yaxshi. To'pini sandaroq kiyim. Ha. Aytma o'ylovni qara. O'zimniki. O'zimniki. Yaxshi. Buni olasiz. Uskunani joylashtirib qo'yamiz. Bu nima bu? Bu ham tasvirga oladi, ham ovoz yozadi. Qani gapirib ko'ring. Bir. Gap yo'q. Yaxshimi? Ha, banat yoqaman, tayyorlaning. Bo'ldi, mana. Ustoz, kartochka ko'rinmayapti bu yerda, kartochka. Qani kartochka?
Ama har yili kelib mana shu yerdan kartoshka olib ketaman, dehqonlar bilan tanishman, telefonlarni olganman. Kartoshkani endi novlarini ham bilib olganman haligi. Sort deydi, novi. Masalan, Santa degani bor, Santa. Fatima degani ham bor. Fatima, Zuhra sen bo'ladimi buni? Fatma Zuhra bor, bunda ikkitalik kartoshka bor. Mana shu Fatma Zuhra sort. Egizagida olamiz, ustoz. Egizak. Mana bular kim ekan mana shular? Bilmadim, bular. Bular kino olyaptimi bular? Bir ko'raylik-da shuni. Xo'pmi? Gap yo'q. Hop, kelishdingmi? Kelishdik. Men sizga chetdan tasvirga olib turaman. Ya bu nima bu? Shippak? U zamonda bunaqa shippak kiymagan-ku aka. Kalish-palish bo'lsa ham topib keling, bo'ling shoshiling. Kalish bo'ladimi? Yo'q qo'yganman aka, yo'q qo'yganman, bo'ling. Yorqinbay. Ey, qoch nima qilib yuribsizlar bu yerdan? Qochinglar. Rasvo qildinglar, qoch! Ay! Bir odamga o'xshab yurmaysan, doim qoqinib, surtinib yurasan. O'zingiz tanib oldingiz-ku, ustoz meni. Mana bu to'fni nima qilding? 26 ming so'm olgan to'fni aflonni qara. Rejissor qani ustoz? Mana rejissor, ko'rmisan, ha? Mana rejissor. Boyagilar qani? Tasvirchi rejissor qani? Men bor joyda bironta rejissorga yo'l yo'q. Yo'q qo'raman men. Mana bosibgancha o'tirmayman. O'zimiz yo'q qiladi, xo'pmi? Qara biz nima uchun kelganimiz esdan chiqarman. Kartoshkaga kelganmiz. O'sha Santa, Picasso, Qayerda olamiz Fatma ustoz? Zuhra. Qayerda olamiz kartoshkani? Har ikkita qizcha o'ynab o'tiribdi-ku. Ashidan so'raymiz. Bularni har 3 tadan bittasini otasi dehqon. Mana shu yerda dehqonchilik qiladi bular. Bu yerga dehqonchilik 1316-yilda kirib kelgan. Yaxshi ustoz. Gapirib berishdi menga. Qaranglar, qizchalar. Assalomu alaykum dadajon. Nimajon? Dadajon. Oltay, senga aytayaptimi? Yo'q, menga emas. Hayronman, nima bo'lyapti o'zida? Shoshma. Sizlar kimni qizi sizlar o'zi? Sizga qizingiz bo'lamiz dadajon. Ha, ustoz. Boya aytgan Fatima Zuhra kartoshkalaringiz shular emasmi mabodo? Nima gap chalg'itma. Men shunaqa odamga o'xshaymanmi? Men faqat kartoshka bo'yicha kelaman. Kartoshka uy kartoshka. Ha, bular aktrisa-yu bular, ya. Boya ko'rganimiz hali eski zamonning kinosini olyapti-da. Dadajon, birpas o'ynab keyin uyga borsak maylimi? O'ynanglar, qo'shiq aytinglar, tosh o'ynanglar. Ha, uyga ham boringlar-ki-na. Biz yana kartoshkaga qaytamiz. Kartoshka o'zi birinchi bu yer sharining qaysi mamlakatda paydo bo'lgan bilasanmi? Gollandiyada paydo bo'lgan. Mana usti boshimizni almashtirsak tanimaydi deb o'ylamlaringmi? Qani? Endi o'zlaringdan ko'ringlar. Boyata! Bularni qoziga olib borish kerak. Qanaqangi qozi? Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Mana bunisi shartda kesdi-da. Mana bunisiga berdi. To'g'ri, men guvohman. Mana guvoh. Xo'sh, nima bo'ldi? Gapir. Mana o'zi oldi-da, bunisiga berib qochib ketdi. Nimani berdi? Ichida 10 tillo tangasi bor edi. O'tkir ekan. Olimto'y, rejissorni ahmoq mana o'sha turibdi. Bu kinoda rostakam qilib berib qo'yibdi. Bu o'zi kartondan yasalish kerak. Ustidan keyin mana shunaqa rangda bo'yalib, siz ursa ham kesmaydigan qilish berish kerak. Bu yosh bola narsaga rostakam qilib berib qo'yibdi. Shular buni. O'rgildim. Qoziga olib yur. Qoziga olib yur. Nima bo'lyapti? Ustoz, nima bo'lyapti? Sen nega ichmading? Tobim yo'q. Tabib ichma deganlar. Men ham yaqinda tabibga boruvdim. Xizmat haqiga bir tillo bersam nima deydi? Ha, sharobni har zamonda ichib tursa ham bo'laveradi deydi. Sinash uchun yana bir tillo qo'shib bersam nima deydi? Bu aslida o'zi bu sharobda umuman zarari yo'q desa bo'ladi. Qo'ymadingiz-da. O'zi bir kishilik qopdi-ku. Hech. Sen meni xasis ziqna deb o'ylayapsanmi? Ha? Mana bir kunda topgan daromadimizni ko'rib qo'y.
Laycha, Nima ustoz? mana bu tangalarni joyiga sol. 20 ta bo'lish kerak. Ustoz? 19 tayu? Qaysi biring olding, ha? Hali oramizda o'g'ri bormi? Bu masalaga 1000 marta aytdim, bizni jamoamizda o'g'ri bo'lish mumkin emas. Halol pul topish kerak deganman. Ha, esladim. Hamyonni menga oshirganingizda ichidan bir tilla olib sadaqa berdim. Axir o'zingiz aytasiz-ku, ishimizni rivoji uchun sadaqa berib turish kerak deb. To'g'ri qilsin. Endi biz Turg'un bilan ketamiz. Bizning ishimiz bor. Laycha, sen men bilan tozalab, birorta iz qoldirmaydigan qilib qo'y, xo'pmi? Xo'p, ustoz. Qani, ishlarimizga barak. Alloh. Ha, ustozni kuzatib qo'ying, hurmatlari yo'qmi? Turing. Ha, qorning to'yib qoldimi? Boqoq. Bo'ldi, uzr. Bo'ldi. Assalomu alaykum, qozi janoblari. Va alaykum assalom. Xo'p, nima bo'ldi? Xullas kalom. Mana bu ikkalasi ko'ppa kunduzi boyatani tunab ketdi. Boy, voqeani so'ylang. Nima bo'ldi? Qozi janoblari, meni juda yaxshi bilasiz. To'g'rimi? Halol, pokiza insonman. Peshona terim bilan pul topaman. Yaqinda qizimni ham chiqarmoqchiman. Buni ham bilasiz. Xabarim bor. O'shanga mato olaman deb bozorga tushgan edim. Mana bunisi hamyonimni o'g'irladi, mana bunisiga berdi. Ana. Boy, guvohingiz bormi? Bor. Qani? Ana bor edi. To'g'ri gapiryaptilar. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. O'zi hamyonni sen olganmisan? Xazinani olganman. Oltin tulpormi, oq tulporni eshitgan bo'lsangiz, o'shani men olganman. Brilliant qo'lni ikkisini ham men oldim. Endi hamyonni ham olsak bo'ladi. Sizga o'xshagan bir homiy bo'lsa, hoks pokslarni sotib bir ikki so'm yordam qilsangiz, hamyonni ham olib turibmiz-da, olib. Ana boy, xazina o'g'risi topildi. Ssenariysini o'zim yozgandan keyin kinosini ham o'zim olaman-da. Menga qara, hozir xazina qayerda? Xazina hozir mana shu Surxondaryo Qashqadaryo tomonda shu maktab kollejida aylanyapti. Xarajat chiqarish. Ham xarajatda. Men qarang, men sizni tanimayapman kirimda. Siz kimga o'xshatyapsiz? Ubaydulla Omon. Ubaydullaman? Ya, u odam qoraroq-ku. Yo'q, siz haligi Alimardon To'rayevni o'ynagan. Lutfullaga ustozimiz Sadullayev. Yo'q. Ye, bu haligi Samarqand teatridan kelgan. O'zimiz ustozimiz Temir aka Pardayev ulfatimiz bo'lar ekan. Temir aka bor. Ulfat! Men senga hali ulfat bo'ldimmi? Boy, qanaqa odamlarni meni huzurimga olib keldingiz? Botam, bularni har bittasini 40 darradan urib, ustunga bog'lab qo'yinglar. Olib ketinglar yaramaslarni. Gapimni yaxshilab eshitinglar. Men ana u mahbuslarga ovqat bermay ketman. Hozir men ularga ovqat berib kelaman. Bizchi, biz ham mahbusmiz-ku. Ya, ovqat bermaysiz bizga ham. Hozir ikkita hot dogmi, gumma yo'qmi, gumma? Yo'q, Mana muzika bo'lyapti, shoshmang. Kovlang. Cho'nchayni kovlang. Nima kovlayman? Men senga o'g'rimanmi? Cho'nchayni kovlayman. Telefon bor, oling. Qo'lingizni tiqing. Ana, nomeri. Xotinim telefon qilyapti. O'chib qoladi. Mana qarang. Ha, yashil tugmasini bosing. Yashil tugmani bosing, deyapman. Mana. Ha, quloqqa tuting, quloqqa. Mana. Mani qulog'imga tuting. Xotin! Kim bu? Xotinim? Qaysi biri? Kelayimga gaplashyapti. Nechta bo'lardi? 3 ta. Hazillashganim yo'q. To'y? Qanaqa to'y? Xotinimning singlisi to'y qilayotgan ekan. Xo'p. Mani xotinim u. Xo'p, pul bo'lsa, bor, xo'p. Katta uyga kirasiz. Ana u ko'rpalarni tushirasiz. Sandiqni ochasiz. Ichidan u quti bor, o'sha choynakni qutining ichiga pul solib qo'yaman. Ha, choynakning ichida. Qutichar ichida. O'shandan keragicha olib ishlatavering. O'chir telefonni. O'chir. Ey, o'chib qoldimi uning? Yaxshi narsa ekan. Mahbuslarga mumkin emas. Men ovqat berib qaytib kelaman. Ungacha qimirlamasdan, ha? Olday. Chumollar buncha katta bo'lsa bular, ha? Voy. Qaraman shu
chap tizzam, o'ng tizzam orqasini qashib olgin. Shu yermi? Teparoq. Shu yermi? Oltay. Qamdagi mana bu nimani olib tashlamaydimi? Qo'lim bog'langan meni. Ilojsa qulog'imni tagidan o'zi tasha oltay, tishlab tashagin. Qo'lim. Ustoz, qo'lim. Voy, rostdan urmasdi-yu kinodan ustoz. Rostdan urdi. Yaxshi ham zahar ichadigan joylari yo'q, ha? Bo'lmasa butun aktyorlar qirilib ketar ekanda. Odam ko'ryapti. Chaqiring, yordamchi ko'rinyapti, qara. Aka. Assalomu alaykum dadajon. Ko'taribcha gapiryaptim, tarjima qil, nima deydi? Ha, bu boyagi kartochkalarda yanginami? Bo'yim qashib yuboring uka. Xo'p bo'ladi dadajon. Barakalla. Ertalab choponni do'ppida chiqib ketgandingiz dadajon. Hozir yalang'och turibmanmi, ha? Kiyim bo'lmay nima bu? Qo'lim nechvar, o'g'lim? Xo'p bo'ladi dadajon. Biz bashatiray. Salomat oyingga. O'tal daymali. Yassa. Manzilroq, otam og'riq, yana bir bor. Turg'unqay. To'xta. To'xta dedim, to'xta dedim. To'xta. Nimaga to'xtashim kerak? Voy, harbiy xizmatda bunchalik yugurmagandimi? Qara. Bir kichkinagina majlis qilib olaylik. Hamma kelganmi? Hamma shu qara. Bobongdan qolgan pichoqni hali ham ko'tarib yuribsan, ha? Qanaqa bobomdan qolgan? U axir u kuni Shodivoydan o'mardi-ku, ustoz. O'sha turg'ing bormi sen o'zi? Bir bobomdan qolgan deysan, bir Shodivoydan o'mardik. O'mardik emas. O'mardim bo'ladi. Ha? O'zingcha kiyimlarni almashtirib olgansan. Seni hech kim tanimaydi. Meni tanib qolsam mayli, qo'lga tushsam mayli, to'g'rimi? Zo'rg'a qochib qutuldim mana u mashrabni qo'lda. Mashrab emas, mirshab ustoz, mirshab. Farqi nima? Xo'sh, nima qilamiz endi? Nima qilardik? Uyga borib 1-2 kun ko'chaga chiqmay turamiz ustoz. Ko'chaga. Hali yo'lda ham bilaman degin? Bilamen ustoz, bilamen. Bilsang nega bayda adashib yuribmiz? Bash og'zingdagini yo'qot. Yo'qot. Men qara shu mirshabdan qochib kelaman, yana chur qilasan, ha? Sizni umuman tanimadim. Kiyimni qayerda oldingiz buni? Yomon chaqqonsiz deb qachon qildingiz buni? Ahmoq. 40 yildan beri shu kiyim-u. Kiyimni o'zing almashib, allambalo nimalarni kiyib yuribsan? Ha, na erkakni, na ayolni kiyimiga o'xshaydi. Bu shaytonning kiyimlari-yu bu, ha? Nimaki, ustoz, o'zimniki. Nima bu? Qopning ichida nima bor? Narsalarim meniki. Boyadan beri o'zimniki. Hali seniki, meniki bo'lib qoldimi? Shuna turing. Profil. Bundoq turing. Mana shundoq. Turing, boya, profil. Qarang. Nima qilyapsan? Buni qarang, ustoz, buni qarang. Chaqmoq chaqdimi kunduz kuni? Qarang. Bu men-ku? Tipaj. Yarashganini qarang, ayniqsa men pichoq bor. O'zing chizdingmi? Bunaqasini ko'rmaganman lekin. Yomon yarashdi. Mana buni aytmaysizmi? Ha, uka. Kiyimingizga mos tushdi. Qani. Qaltayni yechqani ko'raylik-chi. Tushib qilyapsizmi? Mana begona narsa yo'q. O'zimniki bu hammasi mana. Mana o'zimning narsalari. Mana bu nima edi bu? Taqinchoqlar soladigan qutichaga o'xshaydi ekan. Yangi bera qolaylik buni. Qanaqa quticha bu? Har doim ishlatadigan uskunamiz. Mana buni bossa ovoz chiqadi. Qanaqa ovoz chiqadi? Mana. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima qilasan biroz salomini bo'lib, ha?
O'zingga salom berish bilmaysan. O'zini chaqirish iloji yo'qmi? Ustoz, bu ovoz chiqaradigan u, hazillashmang. Mana bu nima bu? Bu mana. Yo, uchur. Hazillashmang ustoz. Rostdan olami? Hazillashmang ustoz. Bu bayaqada bir kechalari endi cho'q ko'tarib yurmas ekanmiz-da, ha? Bundan bir ikki olgan bo'lsang kerak. Mana bu nima bu? Bu ham o'zi har kun ishlatadigan nimamiz u? Bu ham olov chiqaradimi? Chiqmaydi olov, Nima kerak bor? Tomingiz ketgansiz ustoz. Tom ketganmi? Mana buni haqiqiy shogird deydilar. Voy, shuncha yor birodar, shuncha ko'cha jo'ra, ulpar, bolalar, yangam ham bilmasdi tomim ketganini. Yangam biladi. Yangam o'zlari aytadi har zamonda. Shu ustozingiz sal-pal tomi ketgan deydi. Sal-palmish. Bu ancha joy ketgan. Yangam direktman meni tomimga chiqib ko'rdimi? Hech kim so'ramadi, lekin sen bilding, men qoyilman. Endi yaqinda to'y qilamiz, mana katta qizimiz chiqaramiz. Tomni bir hashar qilib, uni tuzatmasak bo'lmaydi. Ana o'zing kuyovsan, qizingni senga bermoqchiman, uka. Ustoz, qizingizni menga bermoqchimisiz? Kimga beraman boshqa? Labis qilganmiz, erkakmiz, erkakmiz, Endi uka bunday gap. Sen hozir uyga borasan-da, yangang sabzi to'rab tursin. Xo'p. Men shundoq do'konga o'tib, yangi so'yilgan qo'y go'shtidan dumbasini olib kelib, bitta choyxona palov qilib, yog'larni oqizib, to'yni ham maslahatini qilib olamiz, xo'pmi? O'zingiz uyingiz. Yanga. Hozir. Hali kartochkalar u. Nima deyapsiz? O'zingizning qizlaringizmi, ustoz, qizlaringiz? Bir kartochka deysan, bir qizlaringiz deysan. Qizni yuvish kerak ekanda endi. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Alaykum assalom. Uydagilar, bolalar. Sog'liqlar, bola chaqalar. Kuyov bachchamiz. Voy xo'jayin. Bumi? Xudo, ashnalarga o'xshab kiyinib olibsiz-a? Bu nima deganingiz bu? Qanaqa ajnabiy? Birinchidan, xonim, bu ajnabiylarning kiyimi emas. Bu mashhur san'at ustalari kiyadigan, yulduzlar kiyadigan kiyim. Ikkinchidan, yana shuna haqorat qilsangiz, men sizni sudga berib, jarima undira olaman. Uchinchidan, shogirdim yangasi ekansiz, mayli, kechiraman. Xo'jayin, umuman gapingizga tushunmadim. Qazilingiz qursin. Voy, kiringlar uyga men hozir. Bu yangam juda bir xushchaqchaq ayol ekan-a? Akang qayerda, akang? Akam sildan o'tib ketganiga 15 yil bo'lgan. Yo'q-a? Bo'lmasa bugun shu yerda qolaverar ekanmiz endi, olib tur. Bo'lmasam qayerda qolasiz, ustoz? Shu yerda qolamizda. O'zi bilasan, eng mehribon shogirdimsan. Yaxshi ko'raman seni. Shu bitta yana bir kichkina ish bor. Xo'sh. Oxirigacha yetkazib qo'ysak. Qishloq mullasi bor-ku. Ha. Chaqirsak. Shunday bir ism rasmini qilib haligi nikoh deganday. Rahmat ustoz. Shoshilmang, to'y o'tsin. Qanaqa to'y? O'zingiz to'y qilamiz degansiz, va'da bergansiz. Hali to'y ham qilishim kerakmi? Bayaqana yur. Va yangang bilan o'zim gaplashib kelishib olaman. Endi bu olim to'yda yo'qda ozgina suhbatlashamiz-da endi, ha? Bilasiz-ku, suhbatingizga tashlaman. Ishlab, ertalab chiqib ketasiz. Endi bu Kech bo'lganda qaytasiz. shuni olish qiyin ish-da bu. Bu so'raganda ayb yo'qda. So'raveraymi? Bolalardan nechta? Tushunmadim. Bolalardan, farzandlardan nechta? Masalan, menda 2 qiz, 1 o'g'il. Sizda nechta farzandlar? Hazillashyapsizmi, xo'jayin? Yo'q, hazillashyapman yo'q. Axir farzandlarimiz nechtaligini bilasiz-ku. Men otamga tandirni orqasida ko'rmayapmanmi, ish qilib? Uni bilmadim-u, lekin sizning orqangizda tandir ko'rinmayotgani aniq ekan. Kelganingiz yaxshi bo'ldi. Sizdan xavotirdaman men. Dadangiz mullani chaqirtirib, nikoh o'qitaman dedi. Yo'q dedim. Voy, nega? Chunki mana endi nikoh bor deb
to'yni bekor qilib yuborishlari mumkin deyman-da. Men sizni opa birinchi marta ko'rib turibman-ku. Hali shunaqami? Choydan qo'ying, choydan. Mayli. Bolajonlarim. Bu kishi meni endi ko'rib turgan ekanlar birinchi marotaba. Qani sizlar aytingizchi, bu kishi kim bo'ladi? Bizning otajonimiz. Uyat emasmi opa, uyat emasmi? Ha? Ayollar bugun har sohada, har jabhada jovla urushyapti. Ayol bugun kosmik kemalarni zabt etyapti. Ayol bugun fermer, ayol bugun tadbirkor. Siz bo'lsa bola orttirish bilan ovorasiz. Ha? Bolalaringizni qarang, otasi kimligini ham bilmaydi. Dada bo'ldi qiling. Hali siz shu darajaga bordingizmi? Sizdan bu narsalarni kutmagan edim. Mayli, unda javobimni bering. O'zim ketib, bu dargohni tashlab ketaman men. Men ketaman. Ha? Qaytib bu uyga kelmayman. Erkak kishi bitta gapiradi. To'xtang bolajonlarim, men sizga ham ota, ham ona bo'laman. Ustoz shoshmang. Nima? Shirin bolalarni tashlama. Qayerga ketyapsiz? Shu shirinchalarni tashlama. Shirin bola, nima shirin? So'tak-u, so'tak. Qayerga ketardim? Domga ketaman. Yuvinishim kerak. Kiyim bosh almashtiraman. Don deysiz. Don liq to'la-ku yuzda. Shunda mushtipar ayol tashlama. Mushtipar ayolga achinmaysiz. Shu mushtipar ayolmi? Ha, mushti bigizu. Ha? Men qara, akangni o'lganiga necha yil bo'ldi mana? Akam 15 yil. 15 yil? Ha, akangni bolalarining yoshligi to'g'ri kelmayapti. Endi 7 yo 8 yosh. Ha, o'lganiga 15 yil bo'lgan. To'g'ri kelmayapti uka. Sen ham bu yerda chirib yurmasan, orqamdan senarini olib borgin. Men ketdim uka. Gaplaringizni tushunmayapman, ketdim. Ustoz. Yomon tez yurar ekansiz, ustoz yana. Ustoz. Nole. Yomon chiroyli kiyinib, ha? Yangam yoniga borar ekan. Voy, yana yangisini gapiradi-ku. O'chira og'zingizni so'tay. Yanga, mana shu keldi yangang. Nima deyapsiz? Axir yangam siz uchun jonini berishga tayyor-ku, ha? Ha, to'g'ri. Jonini beradi. Va 10 ta yonda kartochkalar bilan qo'shib, menga jonini beradi o'sha Rayhon, ha? O'g'lim, siz dadangizdan xafa bo'lmang. Menimcha, dadangizni insu jinslar chalgan. Ay meni qaqajonlarim. Va sizlarni sog'inib ketdimi? Nega qarab turibsizlar, ha, qizlarim? Qani bu yoqqa kelinglar-chi. Dadajonim keldi. To'xtanglar. Ha? Erkak, qaytib keldingizmi? Ha? Sen hali meni shunaqa kutib oladigan bo'ldingmi? Qani bu yoqqa tushcha. Va sog'ram o'rganash qo'y. Ana yoqqa kelga. Voy, xo'jayin. O'zingizmisiz? Voy, hushim o'ziga qaytdi. Voy, dadangiz asliga qaytdi. Voy, dadajonsiz. Ketsa nima bo'lardi? Necha yillik mehnatimni rasvo qildingiz. Yana bir yoqing bo'lmasam. Aka, buning ichida chip bo'ladi. Bir martalik. Bir marta yoqiladi xolos. Bilasizmi qancha turishini, qancha ishlar qilish kerak uning ustida. Mana men beraman o'sha pulni. Sizni pulingiz yetmaydi, bunga homiy kerak, laboratoriyadan o'tish kerak. O'zi hamma ishni qilgan men. Hozir ustimdan xo'jayinlar ko'payib ketdi. Hammasi o'ziniki qilib olgan. Yana boshlar kelyapti. Turing. Yo'qoling, siz o'tib ketdi deyman. Ko'rinmay ko'zga. Keling. Sanjarbek, shogirdimiz, ixtirochi yigit. Barcha tayyor bo'ldi. Zaynat Rahmonjonovich, bu ko'rib turgan uskunangiz juda ham katta kuchga ega. Buni yordamida biz 100 yil, 200 yil, boring ana 1000 yil tariximizni orqaga qaytarishimiz mumkin. Qarang. Yaxshi quticha ekan. Asbob uskunalar sosa bo'lar ekan-a? Bu qutichadan bor sizga. Aynan sizga atalgandan bor. Bobomning aytishiga qaraganda bu yerlarda juda ham katta yo'lbarislar, arslonlar, juda ham katta hayvonlar yashagan ekan. Men bu otlar uloq chopadigan otlarmi deyman-da. Bu otlar hech narsa emas. O'tmishimizdagi otlardan olib kelamiz. O'tmishimizda zo'r otlar bo'lgan ekan bizda. Men bu yerlar uzum ekadigan yerlar ekanda. Rasa katta ekan. Bu suv chiqadimi? Yuring, men sizga suv chiqadigan joy ko'rsataman. Yuring. Zavqqa to'lsin yuraklar, niyatlaringiz ko'p. Yuzingizga yarasha tabassum kulgu. Munavvar bo'lsin olam, yangrasin sho'x kuy. Shodliklar u quvosh
yoshlar ularsiz ko'zgu. Qachon ovqat berishadi? Kuzgi bu biz, kuzgi bu siz, kuzgida ular boricha ko'rar. Meni ko'nglim to'q, menga farqi yo'q. Siz kulib yuring, hali hazil to'q.